Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, vatandoshlar, hammanglar yaxshimisizlar? Charchamay ro'zalar tutyapsizlarmi? Bir 2-3 kundan beri video chiqaramiz deymiz, chiqara olmaymiz. Kecha 28-fevral kuni bitta, ikkita, uchta, to'rtta oilaga chisnovni o'zini 4 ga 5 ga to'rg'ab turib qo'ydim. Uni ham video qilganmiz. Qani, agar yesa yevorsa keyin chiqaramiz, bo'lmasa kunlar sal iliganda sirupga bir yo'la sirupkadan chiqarib turib aralashtirib beramiz deb nima qilib turdik. Rossiyaning YouTube kanallarida ko'rib qoldim. Butun bo'yi ham 3 ga 4 ga bo'lib berishar ekan, yer ekan. Shunda ham hozir men shuni o'rtacha 7 ramkalikda, 3 ramkalikda, keyin 4 ramkaliklarda sinab ko'rdim. Shuni hozir natijasini ko'ramiz. Bugun 1-mart 2026-yil. Bir kundan keyin, bir rosa bir sutga o'tgandan keyin uni ko'rsatishdan oldin sizlarga yana bitta narsani ko'rsatib qo'yay. Mana yaqinroq olib keling-da. Mana yaqin olib keling. Har doim ichiga cho'pak tiqardim. Mana qilib tiqardim cho'pakni, ko'ring. Mana yaqinlashtirib oling, mana arini sekin, shashilmay mana. Mana shularga oddiy terakni cho'pagini solganman. Butulka bo'shadi уже mana. Mana shu bir kunda bo'shayapti mana shu. Bir sutkada. Endi buni ko'ringlar. Mana. Ikkovi yonma-yon turibdi, mana. Suv maydan turibdi mana. Ko'rinyaptimi? Men demoqchi bo'lgan joyim mana bu po'kadi bilmayman, arilar yomon ko'rammi? Mashinani olmayapti. Bitta bo'lmasda. Endi sekin kelayman bu binada. Mana. Ularda ham shu ahvol mana. Suv tegmagan mana. Suvni ko'rsating mana. Mana suvi. Endi ularni ham ko'rsating mana. Mana suvi. Mana suvi. Mana bu ham suvi. Mana bu suvi. Ashini ichib bo'lgan. Bo'ldi, keling. Shuning uchun bugun hozir tovoq ham qo'ydik. Tovoqqa ham beramiz. Cho'pada bilmayman qanaqa xususiyat bor, yo siyganib ketmayman deydimi arilar. Endi tili ojiz. Manaqa men deya olmaydi. Shu po'kakdan turib olmayapti xullas. Mana oladi, po'kakka qo'nmayapti. Mana yaqinroq olib keling, mana uchib ketib qolmasdan mana. Yaqin oling mana. Mana po'kakka yaqinlashmasdan plastmassaga qo'nib turib ichyapti. Endi oldiga o'ting. Butun tomonga o'ting-da. Chesini berganini ko'ramiz. Agar olmasa, buni o'zi kuchli oilalarga deb tavsiya qilgan edi. U rus asalarichisi. Men endi uni sinamoqqa nimaga qilib ko'rdim. Kuchsiz oilalarga ham sinab ko'rdim. Yaqinroq oling. Mana. Chisnodi bo'libdi. Qolmagan bitta ham. Mana. Kuchli oilalar yeydi ekan. Mana kechaginda ona qo'ygan arimiz bu. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta ramkada turibdi. 24 soatdan keyin ichida yeb olgan уже buni. Значит, aytganimdek kuchli oilalarda, shu videoda ham aytganman, bir kun oldingi videoda, kuchli oilalarga bersanglar bo'laveradi. Kuchsiz oilalarga berib meniki yemayapti-yu, bu yolg'onmidi demasin deb nima qilyapman. Mo'yon boshiga o'tasizmi? Mana 3ta ramkadagi bu ham yevoribdi. 3 ramkalik ham yevoribdi. Mana qilib tosh qo'yib belgilab qo'ydim. Monda ham bor ekan. Bu 4ta ramkada ekanmi? Bu mana chesnovlar turib yemabdi uni. Yegan hozirroq yebdi. Buni teshik ichiga tushib ketyapti ekan. Mana bir kun oldin berilgan. Qani oldinroq qo'yib ko'raylik.
Buni rosa qarilarga foydasi bor. Ular faqat noma erta bahorda beriladi bu. Asalga hidi o'rnab olish mumkin chesnoyni. Bu immunitetini ko'taradi. Har xil kasalliklarni oladi. Kanani ham ma'lum bir miqdorda kanasini ham to'kadi. Keyin mashg'ulaga ham bergan ekanmiz. Mana bu ham yopishib qolgani bilan ikkita qopdi. Yevoribdi bu ham. Mana 2 ramkalik ham yevoribdi. 2 ramkalik ham yevoribdi. Xullas, o'sha kechagi videomda aytganimdek, kuchli oilalarga bersanglar bo'laverar ekan. Kuchsiz oilalarga ham hech bo'lmasa bir dona chesnoyni olib, qorinchasiga 2 ga bo'lib turib, yo'qsa ko'ndalaniga 3 ga bo'lib turib qo'yib ko'ringlar. Kuchli oilalarga ashinikiga bitta chesnoydan 4 donasini olib kesib qo'ydim, mana shu kuchli oila yevoribdi. Buni ham sinab ko'rdim o'zim sohamda. Keyin yana bitta narsa. Mados jicha salqaroqqa keling, mana bitta kommentariyada keyin nima debdi? Nimaga bitta ukamiz yozibdi, nimaga asalarilaringiz kunga teskari deb yozibdi kommentariyada. Buni sababi bor. Kunga teskariligini. Mana eski o'rnilarni ko'rsatinglar, mana yaqin qilib mana. Buni mellar ko'rinsin. Mana mo'larni ham oling. Mana. Qatorasiga, mana yana. Bu ikkinchi qatoriniki mana. Maslar, buni ham chumaliga qarshi blog'ich tagidan nima surkaganmiz, sanaqa mel surkanmiz. Buni sababi kun to'g'ri motomondan chiqadi. Bu yerda qo'ni-qo'shnilar bor. Qo'ni-qo'shnilar kunduzi ularga ziyoni tegmaydi. Kechqurunda bular hammasi baribir eshigini tagida svetini yoqib qo'yadi. Ko'cha tomon svetini yoqqanda shomga yaqin arilar yorug'lik joyga borib, g'ujanaga olib to'plab oladi. Sahnalariga kirib oladi. Bu to'g'ridagi qo'shnilarga sahnalariga kirib oladi. Hamma uyning oldi tarafini sahnasiga yoqib qo'yadi. Keyin endi ari ko'payib ketsa, nov to'masin deb o'chirib qo'yinglar svetinglar deb iltimos qilsak, mabodo o'chirsa, ya'ni ari qayerga boradi? U qorong'ida yerga tushadi. Yerga tushgandan keyin bundan buyon yoz faslida odamlar bolalar yalangoyoq yuradi. Sahnasida yo lesnitsalarida oyog'i bilan bosib olsa, har bir xilgisini allergiyasi bo'ladi. Qanaqaligini bilmaysizlar undan. Hali allergiyasi bor odam juda qiyin uni nimaga doktorga borsa, ukol qilib, o'zi maxsus ukollarni qilib keyin o'ziga keltiradi. Shuni hisobiga biz bir yil eksperiment qilib, iloji yo'q. Endi mana shu tomonga qaratdik. Sabab bu tomonda o'zimning uylarim, bu tomondagi o'zimiz svetini yoqmaymiz. Yana bitta akamizmi, ukamizmi bittasi yana kommentariy yozibdi. Teragizga qaramaysizmi? Nima? Shaxlab ketibdimi, butab ketibdimi? Debdi. Buni hamma narsani o'ziga yarasha sabablari bo'ladi. Bu terakni putamaganimiz sababi mana u yaqinroqdan olib qarang, motomondikina. U hammani eshigini tagida ikkitadan sveti bor. U darvozasini to'g'risini ko'rsatib qo'ying. Hammasinikini eshigini tagida shunaqa sveti bor. Hamma odamning uyida bo'ladi. Buni tutamaganimiz sababi bular shomdan keyin svet yoqamiz. Svet yoqqandan keyin ari qorong'ida qolib ketgan arilar, shomga yaqin qolib ketgan arilar uyini topa olmasdan ashiraga kelib to'planadi. Endi lekin u yerda to'planadi, odamni chaqmaydi, lekin menga ziyon u. Ari g'ujanaga olib to'planadi. Ertamanga to'g'ri o'zini svetga urganda hisobiga u ari o'sha ishdan chiqadi. U hamma narsani o'ziga yarasha kelib chiqqan sabablari bo'ladi-da. Sabablarni bilmasdan turib, haligi kommentariyaga har xil gap so'zlar yozib olish yaxshi emas. Keyin yana boshida videoni olishdan maqsad deb boshida aytganim, men misol professional arichilikni da'vo qilib chiqqanim bu hech qachon. Haligi boshidan ko'ringlar, misol ko'rsanglar, bilayotgan narsalar bo'ladigan bo'lsa, ko'rmasanglar ham mayli. Bilmagan buni videodan chiqarishimizdan sabab yangi asalarichilar uchun deb chiqarganmiz. Chunki men o'zim qiylanganman deganman. Bu videoni boshdan ko'rmasdan turib, haligi boshdagi qo'ygan videolarni ko'rmagan bu odamlar, hali o'zicha aqllilik qilyapti, u qilyapti, bu qilyapti. Keyin yana bitta ukamiz ham yozibdi, ramkasi qora debdi. U ramkani o'ziga yarasha nima sababdan qora, nima sababdan oq qo'yilganini aytyapman. Mana shu rus asalarichilardan ko'rganman shu narsani. Qora ramkalarda sal qoramtirroq bo'lib ham qop-qora emas u. Endi 3 yil 4 yil ishlatilgan ramkalarni qishloqga qoldirish uchun, chunki urib qo'ymaydi unga. Men nimaga olaman ularni? Issiqroq saqlanishligi uchun
oldi qatoriga qo'yaman. Endi mana bundan buyon sirop berishni boshlagan paytida o'sha rasplod bir qator bitta lahza rasplod chiqib oladi. U rasplod baribir asalga ishlamaydi u. Bizni asal sezonga sekin-sekin buni zastavnoyni orqa tarafiga olib karmovoy hisobida ishlataman. Xullas asal uchun ishlataman-da, uni urug' qo'ymaydi. Uni ichab ziyoni yo'q. Uni ham alohida ko'rsataman. Shashilib ketmanglar. Demoqchi bo'lgan joyim buni asalarichilik sirini 100% bilaman degan odamni o'zi yo'qsa kerak. Uni 50 yil baqaman, 60 yil baqaman. Mana meni ustam ham salkam 50 yildan beri baqadi. Shu inson ham manaqa kamchilik qiluvdim, siz mana shu xatoni qo'llamang deb turib, o'zidan boshidan o'tganini aytib beradi. Biz ham qanaqa qilib o'zimizni uy sharoitida oddiy qishloqda hayotida ko'rsatyapmiz bu narsani. Bu paseka bo'lib tog' poqqa olib chiqmaymiz, adirga olib chiqmaymiz. Oddiy buni boshlashimizdan avval toza asal yeylik degan maqsadda qilingan. O'zini o'zi mana asal yangi bahyakallar bilsanglar kerak. Boshida 4 ta oila bahsanglar, ko'payib ketsa iloji yo'q, yana bitta yashiq olasizlar, 4 tani 8 taga qilasizlar, yo aringlar qochadi, qochganda yana bitta yashiq olasizlar. Shunaqa bo'lib, bu 15 yil davomida bu ko'paygan narsa bu narsa. Buni ko'paytirsa, yana ko'paysa, yana bu yerdan bu yoqqa ham ko'payib ketaveradi. Buni misol uchun ona chiqarib sotmaymiz bunikini. Misol gulchanginikini o'zimiz sotuvga qo'ymaymiz, iste'mol uchun. Gulchangini o'zimiz olamiz. Misol 3-4 ta kuchli oilanikidan gulchangini olmaymiz unda ham. Gulchangi misol uchun mana gulchangda o'zingizlar 4 ta oila qilsanglar, 4 ta oilanikiga eng ichida boyoy bo'ladi. 4 ta oila, 4 xil oila bo'ladi hammasi. Asalga ishlashda ham, pergaga ishlashda ham. Buni bitta eng kuchli qarasanglar perga olib kelayotganinikini, gulchang olib kelayotganligiga shu 75 ming, 80 ming, 100 ming 3-4 xil bo'ladi. Shuni uni ham ko'rsatamiz. Ashlaqa o'rik shoptog'li gullagan paytida qo'yiladi. O'zingizlar iste'molinglar uchun. Uni misol sotuvga qo'yganda qachon olinganini bilmaysizlar. Misol uchun sotayotgan odam to'g'ri gapirishi ham mumkin. Misol uni baklashkalarda saqlanadi, boshqa qilinadi, xolodilnikda saqlanadi. Gulchangdan ham ko'ra kuchlirog'i perga bo'ladi. Perga ham 1 yil turadi xolos. Men asha ruslarni aytayapman, bittasi emas, bir nechtasi, 30 ta 40 tasini desam ham adashmayotgan bo'laman. Hammasi aytadi, perga maniga nisbatan, gulchangga nisbatan perga degani gulchang oddiy shu nimalarni gulidan olib kelib turib teshikka kirib ketayotganini, oshchasini oyog'iga ilib kirib ketayotganligini teshigi kichikroq qilib qo'yiladi. Ko'rsataman, uni ham teshik tushadi, pastiga korzinkasiga tushadi. Perga degani u undan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Tashqaridan olib kelgan gulchang bilan asalda ikkovlasining aralashmasi bo'ladi. U qattiq bo'ladi, u teshigiga bekitadi uni. U undan ham kuchli bo'ladi. Shu pergani ham srogi 1 yil ekan. 1 yilga doğru o'zining tabiiy xususiyatini yo'qotmar ekan. U ham shu xolodilnikda, salqin joylarda saqlanishi kerak ekan. Yana nima demoqchiman? Buni aytganimdek maqsadimiz asal yeyish, hozir ham asal yeyish, lekin buncha oilanikini misol 300 kilo o'tgan ham 300 kilo atrofida oldim shekilli. 300 kilo asalni misol yeyvera olmaysizlar. Rosa yesanglar, misol 50 kilosini yeyishinglar mumkin. Misol rosa oilalar katta bo'lsa ham, bor yana aka-ukangiz bilan boshqa bo'lsangiz 60-70 kilo yeyishingiz mumkin. Oshchasini berib sotasiz. Yana nima demoqchiman? Yana bitta asha haligi teragingizni tutamasizmi, shaxlab yotibdi degan akamiz yana bitta yozibdi. Penoplexni hali yoniga qo'ygan doskamnikini skoshlashingizdan nima maqsad debdi. U maqsadini undan oldingi videoda aytganman, ko'rsatganman. Mana misol uchun buni yeb qo'ydi. Shuni asha rus asalarchisidan ko'rdim men. Penoplexni mana g'ajib qo'ygan ekan. Kommentariyasiga kirib ko'rsam, palonchi Sasha deyapti, nima sababdan mana asalarni sog'layapti, menda ham deyapti, qo'yganman shu narsani deyapti, oldin falga ishlatardim deyapti, po'ka issiqroq bo'ladi deb turib po'ka qo'ysam asalarlarim g'ajib qo'yapti-yu, shuni tayin tozalab zerikyapman desa, u kommentariyasida javob qaytaryapti, buni deyapti, men deyapti, buni oddiy manaqa skoch bilan o'rab chiqqanman, shu sababdan menikini g'ajimayapti deb javob nima qildi. Shuni kommentariyasiga kirganda ko'rib o'qib bilib qoldim shu narsani. Shuni o'zimda sinab ko'rdim. Haqiqatan hammasini undan keyin videoda o'chirib turib, hamma penoplexlarni skoshlab chiqdim. Hali lekin bittasini g'ajib netib boshqa qilgan yo'q.
Hali oldingi videoni ko'rmasdan nima unaqa qilyapti bilmayman. U yana bitta narsa, o'sha mana o'zingizlar YouTube'dan kirib turib, rus asarlarchilarni kirib, o 1 millionta podpischigi bor, o 500 mingta podpischigi borlarni ham kirib, o 50 yildan beri asarlar baqayotganman degannikini ham kirib ko'rsanglar, kommentariyasida har xil gap so'zlar qilishib borar ekan. Haligi kuchli asarlarchilarni, o mingta oilasi borlarga ham ustidan shuncha ma'zo ordirib tashlashar ekan. Ashularni ko'rib turib, keyin o'zim dedim, o'zi to'xtataman deb qoldim. Undan ko'ra menga birov o'rgatmagan, undan ko'ra o'zim qiylanib o'rganganman. U bu paytda megabaytlar ham qimmat bo'lgan, megabaytimga achindim debdi. Asha tog'a shuncha ketgan vaqtimga debdi. Vaqtinglar ketsa, kuchli asarlarchilar bo'lsanglar, bu video sizlar uchun emas. Boshida videoda ham aytganman, bu asarlarchilikda 3 ta 4 ta oila baqib qiylanib birov o'rgat, yo bo'lmasa o'rgatmaysizlar. Yana mana asarlarchilik Telegram kanallariga kirsam, nima deyapti? Bizni kanalga o'ting, hamma savol-javoblaringizga javob beramiz. Misol qancha haftalik to'laymi, oylik to'lovi bor, 50 mingmi, 100 mingmi, qancha pul to'lasangiz, hamma sirni o'rgatamiz deydi. Yana bittasi kommentariyasiga javob bermaydi. Biz O'zbekistonda endi asarlarchilar yomonlamoqchi emasman, endi demoqchi bo'lgan joyim, o'zimizdan boshimizdan o'tib, o'zimizni hayotiy tajribadan kelib chiqqan holatda bu narsalarni o'rgatyapman. To'xtataman deb qo'ygandim o'zi, hafsalam savob bor deb qilaman degandim. Yo'q, keyin shu Rossiyanikini ko'rsam haqiqatdan 30% odam yaxshi yozsa, 60% odam o'rtacha yozsa, 10%, 5% shunaqa tirnoqdan kirqidiradiganlar ham bor ekan. Endi xafa bo'lmanglar bu gapimga-yu, demoqchi bo'lgan joyim, sizlarni nimanglar bilan bu yoqdagi odam hafsalasi solib qilmay qo'ysa, menga o'xshagan yana bittasi chiqadi, u ham qilmaydi, undan yana bittasi chiqadi, qilmaydi. 3 ta 4 ta asallar oila baqadiganlar qayerga boradi? Shu maqsadda chiqarilgan. Agar men qiylanmasdan ustozim bo'lib, osonlikcha bilan qilganimda bu ishni qilmardim. O'rgatib boshqa qilmardim. Endi ko'p gapirardim. Keyin sirop berishni qachon boshlaymiz deganlarga, hozir Mashhavoda ham 4 ramka 5 ramkali asallarlar siropni tortaveradi. Keyin yana bitta narsa. Kommentariyaga yana bittasi yozibdi, meni asalarim nima tortmayapti deb. Mana. Donni olaylik mana. Mana Pepsi'diki mana qalinroq bo'ladi mana. Asha kommentariy yozgan ukamizga ham ko'rsataman deb qo'ydim. Mana oddiy Pepsi'ning baklashkasi yaxshiroq bo'ladi, sabab rezbasi buniki bunaqa 2 rezba bo'lar ekan, qolganlarniki yumshoqroq bo'ladi. Uni qali oddiy oqsoy suvlarniki chinmaroq bo'ladi. Mana oddiy 20 lik mixtami, 30 lik mixtami, 30 likcha kattaroq olib ketib qoladi. Mana shu 20 lik mixta. Mana teshigini ko'ryapsizlar, bitta, ikkita mana. Ikkita teshib qo'yganman. Mana oddiy mixta shunday qilib teshilgan. Shunga siropni quyasizlar. Quyayotgan paytda mana bunday qilib, mana klarnetning ushlangan bunday teshigini bekitib olasizlar. Mana qo'l bilan teshigida. Ikkita teshikda bo'lsa, 3 ta bo'lsa, 3 ta qilib bekitasizlar. Varankani qo'yib turib, siropni quyib, baklashkasini yopasizlar. Yopganinglardan keyin bunday qilasizlar. Bunday qilsanglar, teshigi bu yerda qoladimi? Qolgandan keyin mana bunday qilib ochib turib, mana arini qayeri zich bo'lib turgan bo'lsa, mana masalan, mana cho'paklar bo'lsa, cho'pakni olib qo'yasizlarda, mana. Mana shunday holatda shunday qilib aylantirasizlar. Mana. Bunday qilib qo'yasizlar. Mononi chizib qo'yganim sababi, buni endi o'tgan yil ishlatganman, kuzda ishlatgandim, masalan, kuchsiz oilalarga shunaqa qilib berganman. Mono teshigini to'g'ri tarafiga chizib olasizlarda, flomasterda bunday chizib olsanglar, faqat haligi teshigi qayerda ekan deb yurmaysizlarda, mana flomasterga qarab turib, ikkita ramkani o'rta tarafiga moyon boshga oling, bu endi ko'rinmay qoladi ashturishda. Mana. Mana flomasterda mana. Sizlarga mo'ljal bo'ladi. Mana ikkita ramkani o'rtaligiga shunday qilib qo'yib qo'yasizlar. Qo'yib qo'ysanglar, mashindan o'zi haligi sigir bolasini emgan singari emib chiq. Ashta qilib xullas emaveradi. Endi salafanda bersa ham yaxshi bo'ladi. Salafanda bersanglar, misol mana uni ustida turgan bo'lsa, ari bosilib qoladi. Keyin nima bo'ladi? Mabodo salafaninglar teshilib netib qolsa, oqib ketadi, siropinglar isrof bo'ladi, cho'ntaginglarga ziyon.
keyin arilar ham o'lib ketadi. Shunaqa eng zo'r yo'li ash baklashga. Keyin manaqa karmushka olmasanglar, u ham o'zi arzimagan pul turadi. 7 ming 8 ming so'm turadi. Yana bitta yo'li mana baklashkani, misol 1 litrlik baklashkani olasizlar. Mana shu yerdan bunday qilib yorasizlar. Manadan jicha qoldirasizlar. Tepa taraf bu yerdan qoldirasizlar, sal bukilmasligi uchun. Bunday qilib qirqib ikkala tarafini qirqib tursanglar, mana tepasi ochiladi. Qopqog'ini yopasizlar. Yopib turib cho'pa baylaysizlar bunga. U yon boshiga ham, tagiga ham osib qo'ysalar ham bo'laveradi. Oddiy manaqa nimadan, mana bunday holatda bo'ladi mana. Cho'pa uzun bo'lish kerak, bir uchi mayda turish kerak, bir uchi mayda turish kerak. Oddiy manaqa reykalardan qilib osib qo'ysalar ham bo'ladi. Ichiga lekin обязательно nima tashab qo'yasizlar. Cho'pa tashab qo'yasizlar. Shu hozircha nima qiladigan ish. Keyin nima demayotgandim. Sirop qachon berishni boshlaymiz deyapti. Biz hali sirop berishni boshlaganimiz yo'q. Hozir mana qo'qon gilos, nima o'rik gullayapti. Hozir bodamlar gulla bo'ldimi keyin? Shu atrofinglarga qarab turasizlar-da, xullas hamma yoq gullashni boshlagan paytida oilaning kuchiga qarab 200 gram, 300 gram o'ta kuchli oilalarga 500 gramdan bersanglar tezroq tortadi. 2 kunda bir berasizlar, uni ham har kuni emas, 2 kunda bir beraverasizlar. O'rtacha 300 gramda, endi o'ta slaviy oilalarga 200 gram, kuchli oilalarga 500 gram. Gulchan kelib, shira ham kamiga kelishni boshlaydi, asalarini kuchlantirib olasizlar ashi bahanada. Shu hozircha gapimiz shu. Endi haligi ancha-muncha gapirgan bo'lsam, oldindan uzr so'rab qo'yaman video tugagunga to'g'ri.